Assalomu alaykum qizlar. Ikkinchi darsligimizda bugun sizlarga aynan Salatun Tunajjina haqida aytib bermoqchiman. Salatun Tunajjina hech qayerda keltirilmagan, ya'ni Qur'onda, oyatlarda bu sura keltirilmagan va shunaqangi sura, zikrlar deymiz, sura demasdan zikrlar deylik, yoki oyatlar yoki umuman Qur'onda keltirilmagan nomlar bor, shunaqangi zikr nomlari bor. Qayerdan kelgan bular? Qayerdan kelganki, lekin Qur'onga tushirilmagan degan savollar tug'iladi ko'pchilikda. Qayerdan olasizlar bu narsani o'zi? Yolg'on emasmi deydi ko'pchilik. Qaranglar qizlar, sahih hadislarda kim o'qigan bo'lsa juda ham yaxshi biladi. Qur'onda keltirilmagan barcha zikrlar, oyatlar, suralar deymiz, bularni hammasi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam jangga chiqayotgan vaqtlarida, urush, ya'ni sahobalar bilan urushga chiqayotgan vaqtlarida qaysidir sahobani nima desam ekan, mazasi bo'lmaganda, oila bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir vaziyat bo'lib qolganda, qaysidir o'sha paytda mazlumlarning qalbida vaziyat bo'lib qolgan paytda keltirilgan, ya'ni farishtalar tomonidan tushirilgan zikrlar bor ekan. Ammo ular Qur'onga kiritilmagan. Bu sahih hadislarda ham keltirilgan. Ya'ni qayerdan Salatun Tunajjinani bilasizlar? Qayerdan keltirilgan bu narsa deyishganda aytishgan ekanki, xuddi shunaqa o'sha paytda ham shunaqa vaziyatlar bo'lganda farishtalar tomonidan Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga tushirilgan oyat, shu zikr, kichik misol uchun bandalari uchun nima desam ekan, o'zimizning tilda aytganda sovg'ani qo'shimcha sizlar uchun, bandalarim uchun inoyat deb tushirilgan shu zikrlar hisoblanar ekan. Salatun Tunajjinani aytilishi abdati 1110 bitta deyilgan. 1110 bitta abdatda aytiladi, ya'ni soni 1111 marta aytishingiz kerak. Bir kunda aytishim shartmi deganlar uchun yo'q, bir kunda aytishingiz shart emas. 1111 marta xohlasangiz 3 ga bo'lib ayting, 3 kunga. Xohlasangiz 5 kunga bo'lib ayting, xohlasangiz 10 kunga bo'lib ayting, 100 tadan qarab. U sizni aytishingizga bog'liq. Lekin aytayotganda aytishim kerak ekan, shu orqali meni rizqim kengayar ekan deb aytib tashlash kerak emas. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. O'tirib nima deydi? Ichingizdan toza qalb bilan nima desam ekan, mana bo'ladi-ku, buni istig'forni 4000 marta aytsang, Alloh so'raganingni beradi deyishganda odamlar nima qildi? 40000 marta aytsang, 40000 marta aytsang, hamma narsaga erishar ekansan desa, hamma narsaga erishish uchungina 40000 marta aytishyapti. Bu neправильно, bu noto'g'ri qizlar. Salatun Tunajjina sizni ishingizga, rizqingizga, pulingizga juda katta barokat olib keladi. Masalan, deylik sizga 2 kundan keyin $100 kerak yoki $500 kerak. Alloh sizga o'sha $500 ya'ni sababiyatini qilasiz, albatta ishingizni qilasiz, ammo sizga $500 keladigan yo'lni ochib qo'yadi. Ito klient chiqadi yokida ne знаю, kimdir sizga pul berish kerak bo'lsa, pulini berib qoladi. Hayotingizda shunaqangi bo'ladiki, haqiqatan ham o'sha pul sizga tegishli bo'lib keladi, siz rizqingiz bo'lib keladi. Tushuntirib oldimmi? Qarz olmaysiz hech kimdan. Salatun Tunajjinani qaysi payt aytish kerak, qaysi vaqtlarda aytish kerak? Tahoratli holatda bo'lish shart emas. Tahoratli bo'lish shart emas. Asosiy aytiladigan vaqtlari bu shomgacha. Shomgacha Salatun Tunajjinani aytib bo'lishingiz kerak. Shomda tahajjud etsa bo'ladimi? Etsa bo'ladi qizlar, etsa bo'lmaydi degan joyi yo'q. Kunduzi aytib yursangiz, kunduzi bo'ladigan sizga rizq keladigan, rizqingizga barokat keladigan bo'ladi-ku, mana joylar. Yo'llaringiz ochiladi, tushuntira oldimmi? Chunki shomdan keyin baribir ham biz insonlar nima qilamiz? Dam olamiz, uxlaymiz, to'g'rimi? Kechalari uxlaymiz. O'shaning uchun ham Salatun Tunajjina bu haqiqatan ham etib yurgan insonga, yo'lma-yo'l etib yurgan insonga rizqlarni eshikni ochib beradi. Masalan, siz aytaylik suv sotyapsiz, misol uchun 1 blok suvni olib keldingiz. Ana o'sha sotayotgan suvingiz misol uchun 1 blok suvni rizqini, misol uchun rizqi barakasini bersin, mana shu 1 blok suvni deb aytyapsiz. O'sha 1 blokingiz sizga 10 blok ham bo'lib keladi o'sha kunduzi, ishingiz paytida. Ya'ni ishlab turib, sababiyatini qilib turib aytish kerak ekan. Tushuntira oldimmi? Endi siz hozir aytishingiz mumkin, meni qo'limda hech qanaqa ishim yo'q-ku, hech qanaqa hunarim yo'q-ku, nima qilsam ekan deyishingiz mumkin qizlar. Biz ayol kishimizda, ayol kishi pishiradi,
tikadi, не знаю, nimalardir o'rgangan bo'ladi yoshligida, nimadir yasaydi-da, o'qigan bo'ladi. Mana shu o'zingizni ko'rib chiqing, bilimlaringizni, hunarlaringizni, o'zi men nima qila olaman, nima pishira olaman, nima qilsam bo'ladi. 2 ta bilinchi pishiring, 4 ta bilinchi pishirib sotib ko'ring, magazinga bering. Bitta magazin oladi, Solatun Tunajinani aytib, 4-magazinga bor, 4 ta magazin oladi keyin. Tushuntira oldimmi? Qo'lingizdan keladigan hunarni sotishni o'rganing, ya'ni sababiyatini qiling qizlar. Ya'ni siz ish paytida qilayotganingizda Solatun Tunajinani aytib qilsangiz, mana shu barokat ochiladi. Tushuntira oldimmi? Endi qizlar, ko'pchilik savol beradi, mana shu darsligingizni turmush o'rtog'im bilan eshitsam maylimi, mana shu darsligingizni singlimga aytsam maylimi? Qizlar, men qarshiman, uzr so'rayman ming bora. Aytsangiz bo'ladi. Masalan, mana shunaqa qilsangiz yaxshi bo'lar ekan. Misol uchun adasi taksi qilgani chiqyapsizmi? Yo'lma-yo'l Solatun Tunajinani aytib keting. Yo'lingiz ochilib, shu kuni misol uchun 100 ming ko'p topishingiz mumkin, to'g'rimi? O'sha narsani siz o'zingiz tilingiz bilan tushuntirib bersangiz, roziman. Lekin videoyimni iltimos boshqalarga ko'rsatmanglar. Iltimos. Chunki nima desam ekan? Buni o'ziga yarasha qonun qoidasi bor psixologiyada. Buni endi sizlarga qanchalik tushuntirishim to'g'ri-noto'g'ri bilmadim. O'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Energiya obmen bo'lmasa, mendan ketayotgan energiya boshqalarga borsa, yoki sizda bo'ladi u narsa. Ya'ni yuqmaydi. Bo'lmaydi sizda hech narsa. Yoki o'sha ko'rayotgan insonda bo'lmaydi hech narsa. Va men o'rtada yolg'onchi bo'lib qolaman. Tushuntira oldimmi? Bu shunaqa ishlaydigan narsa. Energiya obmen bo'lishi kerak so'ramdan. Xo'p, endi qizlar, Solatun Tunajinani aytib yurimiz. Buni ham doimiy aytib yurishimiz kerakmi deganlar uchun, masalan, har kuni 1111 marta aytishingiz shart demayman. 100 ta ayting. 50 ta ayta olsangiz 50 ta ayting. Masalan, ishingiz paytida. Bu haqiqatdan ham barokat eshiklarni ochadi. Bugun misol uchun turmush o'rtog'ingizga tushuntiryapsiz, kira qilgani chiqib ketyaptilar, taksistlik qilgani chiqib ketyaptilar-da. Har kuni 10 ta klient olsalar, Solatun Tunajinani misol uchun 50 marta aytib, o'sha kuni 15 ta, 20 ta klientlar olishlari ehtimoli juda yuqori. Va xuddi shunaqa, bugun siz pishiribdan misol uchun 4 ta pirog sotdingiz, har doim 4 ta pirog sotgan yoki 4 sotgan bo'lsangiz, o'sha pishirayotgan jarayoningizda Solatun Tunajinani aytyapsiz, sizga 4 ta emas, 8 ta zakaz tushisha boshlaydi. Va bu haqiqatdan ham ishlaydigan narsa qizlar. Qizlar, meni ko'ryapsizlar, samostoятельно ishim bor, biznesim bor. Men aytaman-da, mana o'sha narsani analiz qilib turib, men nimaga bu darslikni yana qaytaraman, boshqatdan yozaman dedim. Allohim meni o'zi tayyorlab kelgan, tushunyapsizmi? Meni biznesim bor, ishlab chiqarishim bor, marketing bo'yicha dars beraman, mobilografiya bo'yicha dars beramiz. Daromad keladigan joylarimni Allohim o'zi shunaqangi taxlab qo'yibdiki, mana shu kundan o'tishim oson bo'lsin, chaqalog'im bilan oson bo'lishligi uchun ham taxlab qo'yibdi deb o'ylayman. Ya'ni o'ylayman emas, bu fakt, aniq-tiniq. Tushuntira oldimmi? Mana endi sizda ham shu jarayon ketayotganda bilingki, sizni ham masalan, deylik, aynan ajrim bo'lish shart emas sizda. Yoki ajrashishingiz kerak demayman men sizga. Lekin mana shu etapda siz ham nima desam ekan, Alloh o'zi shunaqangi to'g'rilab qo'yadi chiroyli qilib, faqatgina siz sababiyatini qilishingiz kerak, to'xtatishingiz kerak emas. Qizlar, bitta narsani ayting. Hozirgi holatingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bitta narsani bilib qo'yinglar. Siz yostiqqa qattiq quchoqlab yig'lagan vaqtingizda ham umuman nima bo'lishidan qat'iy nazar u narsadan foyda yo'q, tushunyapsizmi? Ko'z yoshlarni shunchaki oqizishdan foyda yo'q. Yig'lang. Robbingizdan jannatni so'rab yig'lang. Yig'lang, Robbingizdan eng xayrlisini so'rab yig'lang. Duo qilayotganda yig'lang. Lekin bandasi uchun hech qachon yig'lamang. Chunki qizlar, u inson bilan siz ketolmaysiz baribir ham. Hamma o'ladi, hamma o'lib ketadi, lekin hamma qachon o'lishini, qachon ajal kelishini bilmaydi. Kimlardir 1 yoshda o'ladi, kimlardir 2 yoshda, kimlardir 80 yoshda, kimlardir 200 yoshda o'lar. Bilmaymiz qachon o'lishimizni va hech kim shunday kelganmisiz, shunday ketasiz qizlar. Hech kim siz o'sha insongami, matohgami, qarzgami nimaga yig'layotgan bo'lsangiz, o'sha narsani olib keta olmaysiz qizlar, shuni tushunib yetinglar.
mana shu fikr bilan yashasangiz, man hech narsani o'zim bilan olib ketolmayman, hamma narsa shu yerda qoladi va xuddi shu yerda qolgandan keyin men ham hamma narsadan shu yerda foydalanaman. Dunyo boyliklari ber Allohim, so'ranglar. Darslarimda bitta duo darsligimda adashmasam qizlar bilan bo'lishgan edim. Yaqinda bo'layotgan narsa, hajda bir inson turib Kabatullohga qarab, Allohim menga ko'p pul ber, menga ko'p pul ber deb faqat ko'p pul so'rab duo qilgan ekan bir inson. O'shanda o'qimishli, ilmi bor, olim insonlar, shu erkaklar kelib, shu Allohdan ko'p pul ber deb so'rashing to'g'rimi? Rizq ber deb so'ra, ko'p pul ber deb so'ravermagan, rizq so'ragan desa, o'shanda u kishi bunday qarilib aytgan ekanki, rizq bu hamma narsaga nisbatan aytiladi. Menga hozir pul kerak debdi. Keyin shunda o'sha yerdagi shayxdan so'rashgan, shu to'g'ri duomi, pul so'rashlik to'g'ri duomi desa, o'sha yerda shayx aytgan ekanlarki, o'sha yerda o'tiradigan shayxlar aytishgan, endi Allohdan nimaniki so'rasang, nima duo qilsangina hammasi ijobat degan ekan. Hammasi qabul bo'ladi. Faqat sen o'sha narsani kelishiga ishonib so'ragin. Bu hozir ko'p pul kerak bunga, kelishiga ishonib duo qilyapti. Ko'p pul bunga keladi. Barokat so'ramayapti. Barokat kelmasligi mumkin, lekin bunga o'sha ko'p pul keladi. Bu o'zi biladi, duo qilyapti, ko'p pul ber deb duo qilyapti aqli bilan, qalbi bilan duo qilyapti, lekin aql ko'proq ustunlik qilyapti, lekin qalbi bilan barokat so'ramayapti. O'sha pullarga fayz so'ramayapti. O'sha pullarga halollik, o'sha pullarga ihson qilishlik, o'sha pullar evaziga Alloh rozi qilishlikni so'ramayapti. Hamma narsani so'rasa bo'ladi. Faqatgina chiroyli so'rash kerak qizlar. Chiroyli, har tomonlama so'rash kerak. Xuddi shunaqa farzandimni o'sha shom namozida so'raganimda, Allohim, o'zing to'rtmuchasini sog' qilgin, soppa-sog' tug'ilsin. Ya'ni islomda, dunyoviy chiroyliklarda, islomimizga oid bo'lgan barcha eng yaxshi, mukammal tilak niyatlar farzand uchun nima bo'lsa hammasini so'raganman farzandimga. Hammasini so'raganman. Xuddi shunaqa niyat qilayotganingizda ham to'liq so'rashga harakat qiling har doim. O'shanda mana shu aytilgan tepada aytib o'tgan hamma narsam Xudo xohlasa ijobatini ko'rasiz.